Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Men Ulug'bek Ummatovich advokatlik byurosining advokati Muhammadqul Ulug'bek Ummatovich bo'laman. 20 yildan ortiq mobaynida ichki ishlar idoralarida tergov va jinoyat qidiruv bo'limlarida xizmat olib borganman. Hozirgi kunda advokatlik faoliyat bilan shug'ullanib kelmoqdaman. 2026-yil yanvar oyining oxirlarida men himoya mas'uli bo'lgan Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'lining ish yuzasidan Guliston shahar ichki ishlar bo'limida mavjud bo'lgan jinoyat ishida himoyachi tariqasida qatnasha boshladim. Ushbu jinoyat ishini olib borgan tergovchi Leytenant Mamadaliyev 2026-yil 8-fevral kuni taxminan soat 17:20larda menga telefon qilib 9-fevral soat 10:00 ga Guliston shahar ichki ishlar bo'limiga himoya mas'ulidagi shaxs Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'liga nisbatan ayb e'lon qilish va uni ayblanish tarixi so'roq qilish uchun taklif qilgan. Shuningdek, tergovchi Mamadaliyev telefon orqali menga boshqa himoyachilarni ham 9-fevral soat 10:00 ga chaqirib qo'yganligini ma'lum qilgan. 9-fevral kuni soat 10:00 ga Guliston shahar ichki ishlar bo'limiga borib, vaqtincha saqlash hibsxonasida ushlanib turilgan Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'li bilan himoyachi Tilov Baxtiyor ikkalamiz uchrashgan vaqtimizda himoya mas'ulidagi shaxs 30-yanvar kunidan 9-fevral kuniga qadar bironta tergovchi, surishtiruvchi yoki prokuror bilan kelib tergov harakatlarini o'tkazmaganligini, biron bir so'roq qilmagan, ayb e'lon qilmagan ma'lum qildi. Ya'ni kim 2026-yil 30-yanvar kuni 12:45 da Jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudining qamoqqa olish ehtiyoj chorasini qo'llash to'g'risida ajrimning 4-bandiga asosan Ummatov himoyamiz ostidagi Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'lini ushlab turish muddati 28.01.26 dan boshlab hisoblangan. 5-bandiga bo'lsa 10 kun muddat ichida Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'liga ayb e'lon qilinishi kerak. Ayb e'lon qilinmagan taqdirda unga nisbatan qo'llangan qamoq ehtiyoj chorasi bekor qilinsin deb rasmiy ravishda ko'rsatib o'tgan. Sudya tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasi 3-qismi talablari ajrimda to'liq va aniq qilib yoritilgan. Lekin Guliston shahar ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tergovchisi Mamadaliyev bizlarni 8-fevral kuni 9-fevral kuniga taklif qilib chaqirgan vaqtning o'zida 11 sutka bo'lgan edi. 9-fevral kuni bizlar soat 10:30 da borganimizda 12 sutka bo'lgan edi. Bizlar tergovchi Mamadaliyevga himoyachi Tilov Baxtiyor aka bilan birgalikda bugun 12 sutka bo'layotganligi, 10 sutka mobaynida ayb e'lon qilishganini tushuntirganimizda dastlab tergovchi 9 kun, to'xtang, yanvar 31-yanvardan qaytgan. Bugun 10-kun ekan deb aytgan. Hattoki tergovchi sanksiyani ochib ham o'qimagan, srok muddatiga qaramagan ham. Ana undan keyin bizlar Guliston shahar ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga, tergov bo'lim boshlig'iga shikoyat bildirganmiz yozma ravishda. Himoyamiz ostidagi bo'lgan Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'li ariza bilan Guliston shahar ichki ishlar bo'limiga, bo'lim boshlig'iga murojaat qilgan. Arizasida 10 kunlik muddat ichida ayb e'lon qilmaganligi uchun uni vaqtincha saqlash hibsxonasidan ozod qilishni so'ragan. Undan so'ng soat 12:00 da Guliston shahar ichki ishlar bo'limi Guliston shahar prokuraturasiga yozma ariza bilan shikoyat bilan murojaat qilganmiz. Shikoyatda 10 kunlik muddat ichida ayb e'lon qilmaganligi uchun himoyamiz ostida bo'lgan shaxsni Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'lini ozod qilishni so'raganmiz. Lekin shu kunga qadar Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'li ozod qilingani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodining 226-moddasi 3-qismida alohida hollarda gumon qilinuvchiga nisbatan qamoqqa olish, garov ehtiyoj chorasi, uy qamog'i tariqasida ehtiyoj chorasi qo'llanilishi ko'rsatib o'tilgan. Bunday hollarda 10 kun muddat ichida 10 sutka muddat ichida ayblanuvchiga ayb e'lon qilinish, agarda ayb e'lon qilinmagan taqdirda ayblanuvchiga nisbatan qo'llanilgan garov ehtiyoj chorasi, uy qamog'i yoki qamoq ehtiyoj chorasi bekor qilinsin va qamoqdan ozod qilinsin, garov esa garov qo'yishi qaytarsin deb ko'rsatib o'tilgan. Shu sababdan ham sud o'zining ajrimida bularga alohida band qilib to'xtalib o'tilgan. Lekin negadir dastlabki tergov organ xodimlari tomonidan bunga umuman e'tibor qaratilmagan. Ana endi
bizlar shikoyat berib bo'lganimizdan so'ng, ya'ni bizlar 11da 11da Ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi boshlig'i, 12da Guliston shahar prokuraturasiga, undan tashqari Ichki ishlar vazirligining 1102 ishonch raqamlariga, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining 1007 ishonch telefonlariga telefon qilib shikoyat bildirib bo'lganimizdan so'ng soat 17:30 larda taxminan tergovchi Mamadaliyev 7-fevral bilan himoyamiz ostidagi shaxs Umatov Jasurbek Onorbo'g'liga ayb e'lon qilganligini, ayb e'lon qilish to'g'risida qaror qabul qilganligini, lekin qarorni e'lon qilmaganligini ma'lum qildi. Ya'ni qonunda, hech qaysi qonunda 10 kun muddatdan ortiq o'tgandan keyin ayb e'lon qilish yoki o'tgan sana bilan ayb e'lon qilish mumkin degan joyi yo'q. Bu istisnol holatda o'tgan hisobidan o'tgan sana bilan ayb e'lon qilinsa, istisnol holat tariqasida ko'riladi va inobatga olinadi degan joyi yo'q qonunda. Qonunda faqat bitta narsa aniq qilib ko'rsatilgan, 10 kunlik muddat ichida ayb e'lon qilinmasa, qamoqda ushlanib turgan shaxs ozod qilinadi deb ko'rsatilgan. Tamom vassalom. Boshqa narsa ko'rsatilmagan. Ana undan keyin 10-fevral kuni men shaxsan Sirdaryo viloyat prokurori nomiga shikoyat bildirganman. Undan tashqari Guliston shahar prokurorining nomiga yana advokatlik so'rovini berganman. Bir kun oldin 9-fevral kuni topshirgan shikoyatim bo'yicha javob so'raganman. Guliston shahar ichki ishlar tergov bo'limi boshlig'iga, Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshliqlariga ham advokatlik so'rovlarini berganman. Lekin shu kunga qadar shu so'rovlarim, shikoyatlarim yuzasidan birorta ham javob xati berilgani yo'q. Hattoki 2026-27 aprel kuni taxminan soat 17:00 da Xovos tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limidan o'zini Isomiddin deb tanishtirgan shaxs tergovchi bizlarga ma'lum qilmaguncha jinoyat ishining qayerda ekanligini bizlar bilmaganmiz. O'sha tergovchining ma'lum qilishicha, jinoyat ishi avval Guliston shahar ichki ishlar bo'limidan Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limiga, undan so'ng Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasidan, undan so'ng Xovos tumani ichki ishlar bo'limiga kelib 10-aprelda kelganligini ma'lum qilgan. Bizlarga 27 aprel kuni, ya'ni jinoyat ishining 3 oylik muddati o'tishiga 2 kun qolganda xabar beryapti xolos. Shu vaqtgacha bundan tashqari men shaxsan o'z faoliyatimdan kelib chiqib vakolatim doirasida Sirdaryo viloyat prokuraturasiga, Guliston shahar prokuraturasiga yana qaytadan shikoyatlar berganman. Undan tashqari bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Baymirzayevaning nomiga ham shikoyatlar berganman. Lekin shu kunga qadar shikoyatlarimga biron bir asoslantirilgan javob olganimcha yo'q. To'g'ri, javob kelgan Sirdaryo viloyat Guliston shahar prokuraturasidan. Mazmunsiz va asossiz javoblar kelgan. Ya'niki sizning shikoyatingizga asosan tergovchilarga nisbatan Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti. Natijasi yuzasidan qo'shimcha ravishda ma'lumot beramiz degan. Men shikoyatlarda boshqa narsani so'raganman. Prokuratura xodimi yoki prokuror menga javob berish kerak. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining falon moddasiga asosan shikoyatingiz qonunlantiriladi yoki qonunlantirilmaydi deb asosli qonunga asoslangan javob berish kerak edi. Lekin bunaqa javob kelgan, hozir kungacha kelgani yo'q. Asossiz javoblar kelgan. Bundan tashqari 2026-yil 17-fevral kuni Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat bildirganman. Shikoyat bildirishimga asosiy sabab 9-fevral kuni 12:46 da Ichki ishlar vazirligining 1102 ishonch raqamiga telefon qilib shikoyat bildirganimizda shikoyatni ular ro'yxatdan o'tkazishgan. Shu shikoyatimiz Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i nazorati ostida Guliston shahar ichki ishlar bo'limiga yuborilganligini xizmat tekshiruvi o'tkazib ma'lum qilgan. Mana o'sha yana Guliston shahariga shikoyatim Guliston shahar ichki ishlar bo'limiga yuborilgan, norozi bo'lib Guliston Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat bildirganman. Sababi o'zi qonunni buzgan ichki ishlar organi xodimi o'ziga o'zi nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaza olmaydi-ku. Unga xizmat tekshiruvi o'tkazish uchun ulardan yuqori turuvchi organ ichki ishlar boshqarmasi yoki ichki ishlar vazirligi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazish kerak edi. Men shu sababli Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining nomiga yozma shikoyat bildirib, xizmat tekshiruvi yoki boshqarma xodimlari yoki ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilishini so'raganman. Undan tashqari xizmat tekshiruvi jarayonida
jinoyat ishi xolisona har tomonlama odillik bilan o'rganib chiqilishini, chiqishini, tegishli qaror qabul qilishini so'raganman. Chunki shikoyatimda haqiqatan ham 9-fevral kuni bizlarga chaqirgan vaqtda Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'lini qamoqda ushlab turishga 12 sutka bo'lganligini ma'lum qilib o'tganman. Bu noqonuniy ekanligini O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasi 3-qismiga asosan Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'liga nisbatan qamoqdan ozod qilish to'g'risida qaror qabul qilinishini so'raganman. Prokuratura organlari bo'lsa menga xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti, natijasi yuzasidan qo'shimcha ravishda ma'lumot beramiz deb aytgan. Ularning prokuratura tomonidan bunday javob berilmagan taqdirda ham men xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganini bilardim. Sababi taxminan 20-fevrallar kuni Sirdaryo viloyat Ichki boshqarmasining boshlig'ining o'rinbosari, tergov boshlig'i menga shaxsan telefon qilib kechki vaqt soat 18:30 larda shikoyatimni ko'rib chiqqanligini, xizmat tekshiruvi tayinlaganligini, agar kerak bo'lsam telefonda bo'lib turishimda xizmat tekshiruvi o'tkazayotgan xodimlar meni chaqirishligini ma'lum qilgan. Lekin shu kunga qadar xizmat tekshiruvi yuzasidan ham hech kishi boshqarmasi chaqirgani yo'q. Xizmat tekshiruvi natijasi yuzasidan ham ma'lumot berilgani yo'q. Men xizmat tekshiruvi o'tkazilganiga 2 oydan o'tib ketgandan so'ng yana shu boshqarma boshlig'ining o'rinbosariga telefon qilib so'raganman. Va xizmat tekshiruvi tugadi. Sizga xizmat tekshiruvi o'tkazgan xodim telefon raqamini beraman, sizga aloqaga chiqib xizmat tekshiruvi bilan tanishtiradi, natijasi xulosasi bilan tanishtiradi degan. Men o'sha nomerga telefon qilganimda, u xodim telefonni ko'tardi. Ertaga gaplashaylik dedi. Bu kuni sizga gaplashganimizda hozir sizga tashlab beraman deb shu bilan mana hozir kungacha javob bergani yo'q. Aytmoqchimanki, nima demoqchiman? Advokatlar tomonidan berilayotgan so'rovnomalar qonunga asoslangan so'rovlar. Advokatura to'g'risida qonunning 6-modda, 7-moddalariga asosan berilgan so'rovnomalar. Undan tashqari nafaqat advokat, o'sha prosesning xohlagan ishtirokchisi, u boyagi jamoat vakilimi yo boshqa bir ishtirokchimi jinoyat prosesining istalgan vaqtda shikoyat berish huquqiga ega. Ya'ni shu qonunlarga asosan bizlar bergan shikoyatlarga hozirgi kunga qadar javob asosli, qonunga asoslantirilgan javob berilgani yo'q. Agar qonunga asoslantirilgan javob berilganda O'zbekiston Respublikasining palon moddasiga asosan sizning shikoyatingiz qonunlantirilmaydi deb javob berish kerak edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Xovos tumani sudi tomonidan ish ko'rib chiqilsa kerak. Men endi umid qilib qolamiz. Xudo xolasa sud jinoyat ishini har tomonlama xolisona odillik bilan ko'rib chiqadi deb. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 396-moddasiga, adashmasam 396-moddasiga asosan sud jinoyat protsesini sud jarayonini boshlashdan oldin sudya dastlabki tergov va surishtiruvda jinoyat protsessual kodeksining talablariga rioya qilinmaganligini va ayblanuvchiga, sudlanuvchiga nisbatan ehtiyoj chorasi to'g'ri tanlangan tanlanmaganligiga e'tibor qarash kerak sud boshlashdan oldin. Endi xudo xolasa umid qilib qolamiz. Xovos tumani sudyalar tomonidan xudo xolasa ishlar jinoyat ishi har tomonlama xolisona va qonun doirasida ko'rib chiqilishini umid qilib qolamiz albatta. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasi talablari qo'pol ravishda buzilganligi va buni bartaraf qilish uchun dastlabki tergov jarayonida himoyamiz ostida bo'lgan shaxs Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'liga nisbatan uni qamoqdan ozod qilish to'g'risida qaror qabul qilinishi kerak edi. Bu tergovchining ham vakolatiga kiradi, prokurorning ham vakolat doirasiga kiradi. Undan tashqari yana dastlabki tergov jarayonida tergov xodimlari tomonidan 2026-7-fevral kuni bilan, ya'ni o'tgan sana bilan 10 kunlik muddatga to'g'rilab qaror Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'lini jinoyat ishida ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilish to'g'risida qaror qabul qilib qo'ygan. Bu qaror umuman bizga taqdim qilinmagan. Menga ham, boshqa himoyachilarga ham, boya himoyamiz ostida bo'lgan shaxsga ham taqdim qilinmagan. Bu qarorni men qachon ko'rdim? 21-fevral kuni Xovos tumani 8-son tergov hibsxonasiga rasmiy ravishda xat berib, bu yerdan rasmiy ravishda javob olganimda shu javob xatiga ilova qilib ular ko'rsatdiki, mana sizning himoyasizda bo'lgan Ummatov Jasurbek Onorbek o'g'liga Guliston shahar Ichki ishlar tergov bo'limi tergovchisi Abdurahmonov tomonidan ayb e'lon qilingan ekan. Mana ayb e'lon qilish qarorini sizga taqdim qilamiz. Ilova tariqasida beramiz. Nusxasini deb berganda o'shanda ko'rganman.
Undan oldin men u qarorni ko'rganim yo'q. Qolgan himoyachilar ham, himoyamiz ostida bo'lgan shaxs ham ko'rgan yo'q. Ana bu qarorni ochib qarasam, himoyachi Mamatqul Ulug'bek degan grafasiga bosh tortdi. Ayblanuvchi Ummatov Jasurbek grafasiga bosh tortdi deb yozib qo'yibdi. Ikkita yana himoyachi B Tilov va R Norbutayev deganlar grafasi bo'sh turibdi. Xo'p, menga ko'rsatmagan bo'lsa, narigi ikkita himoyachiga ko'rsatsin edi. Nega ularga ko'rsatmagan? Nega ularning grafasi bo'sh turibdi? Ularga ham bu qaror ko'rsatilmagan. Bosh tortdi deb bizning nomimizga himoya bizga taqdim qilinmagan bo'lsa qaror, biz ko'rmagan bo'lsak, qanaqa qilib buni qilamiz? Bosh tortamiz. Savol tug'iladi. Ayni siz ishtirok etishingiz bilan ham tanishlik kerak bo'lgan bog'liq qarorda sizni ishtirok etdi degan bir mazmunda ism shaxsi yozilganmi? Ishtirok etdi deb dalolatnoma tuzilgan. Tanishib chiqdi degan mazmunda. Dalolatnoma tuzilmaganligidan men hali jinoyatchi bilan tanishib chiqqanim yo'q. Tuzilgan tuzilmagan to'g'risida aniq ma'lumotga ega emasman. Agarda ma'lumot shunday dalolatnoma ichki ishlar xodimlari, tergov xodimlari tomonidan shunday dalolatnoma tuzilgan taqdirda ham ushbu dalolatnoma bizning ishtirokimizda tuzilishi kerak edi. Ya'ni sizga mana qarorni taqdim qilyapmiz, tanishib chiqib imzo qo'ying. Agar biz shu qaror bilan tanishib men bu qarorga imzo qo'ymayman deganimda, ular bizning oldimizda imzo qo'yishdan bosh tortdi deb dalolatnoma tuzish kerak edi, qonun bo'yicha. Ana o'shanda haqiqiy qonuniy hujjat hisoblanadi. Qarorni men 8-sonli tergov hibsxonasidan rasmiy ravishda nusxasini olyapman. Ular bizga tergov hibsxonasi bizga javob beryaptiki, mana shu Guliston shahar ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tergovchisi katta leytenant Abdurahmonovning 2026-yil 7-fevral kungi qaroriga asosan ushlab turilibdi. Bizga 14-fevral kuni keltirilgan. Guliston shahar ichki ishlar bo'limidan Havos 8-sonli tergov hibsxonasiga 14-fevral kunidagi kelgan rasmiy javob xati bergan. Ana o'shanda men ko'rganman. Undan oldin ko'rganim yo'q. Avvalgilarda o'sha ayb e'lon qilish qarorini himoyachi Baxtiyor aka Tilovga, Rahim Norbutayevlarga ko'rsatganimda, ular ham hayron bo'ldi. Ular ham birinchi marta ko'rib turishganini, bu qarorni oldin umuman ko'rmaganligini. Men himoya ostidagi shaxs bilan uchrashib qarorni ko'rsatganimda, balkim senga ko'rsatgandir. Bizning ishtirokimizni mening oldimga ko'rsatishyapti, hali tergovchini o'zi tushib kelgani yo'q. Tergovchi men 30-yanvardan buyoq hali ko'rganim yo'q. Qanaqa men qaror ko'rsatadi deb aytgan bo'lsa, u qaror hech kim ko'rsatilmagan bo'lsa, ya'niki qarorni o'tgan sana bilan chiqarib, bizlarning aynan himoyachilarning va himoyamiz ostida bo'lgan shaxsning xabarisiz o'zlaricha bosh tortib, soxtalashtirib, o'sha qarorga asosan bizning himoya ostida bo'lgan shaxsni hozirgi kunga qadar ushlab turibdi. Agarda 7-fevral kuni haqiqatan ham chiqargan bo'lsa, tergovchi bizni 6-fevral kuni chaqirib, 7-fevral kuni tahlil qilish kerak edi. Nimaga 6-fevral kuni chaqirmadi bizni? Nimaga bizga 2026-8-fevralda 3 ta himoyachiga ham 8-fevralda telefon qilib, 9-fevralga taklif qilyapti. Sabab demak 7-fevralda chiqargan qaror 9-fevral kuni ham yo'q edi, bo'lmagan. Qachonki bizlar shikoyat berib tergov bo'limi boshlig'iga, Guliston shahar prokuraturasiga, Ichki ishlar vazirligining portaliga, Bosh prokuraturaning portaliga shikoyatlar berib, ozroq ajiotajlar boshlangandan so'ng ular soat 5larga qarab ishning jiddiy tus olganini ko'rib, bizlarni 7-si bilan qaror chiqargandik deb turib olishdi. Xo'p, 7-si bilan qaror chiqargan bo'lsa ham, u qaror tergovchining seyfida bo'lgan bo'lsa, e'lon qilinmagan bo'lsa, qonuniy hisoblanadimi? Albatta qonuniy hisoblanmaydi. Chunki qonun bo'yicha sud ajrimida ham, jinoyat protsessual kodeksining talablarida ham ayb e'lon qilinsin 10 kun muddat ichida deb ko'rsatilgan. E'lon qilish kerak qarorni. 7-fevralda chiqargan bo'lsa, 7-fevral soat 15:15 ga qadar ayb e'lon qilib bo'linishi kerak edi. Nega e'lon qilishmadi? 9-fevral kuni 12 kun bo'lgan bo'lsa, qanaqa bu 10 kunlik muddat ichida o'qib qoladi? Men aytmoqchi va e'tibor qaratmoqchi bo'lgan narsam, 7-fevral kuni chiqarilgan qaror soxta qaror hisoblanadi. Shu soxta qaror bilan tergovchilar o'zining qonun buzishlarini yopib, silliq qilib yopib turibdi xolos.
Agar ular qonuniy qaror bo'lganda, ular qonun chiqarganda, bizni 6-kuni chaqirgan bo'lardi. Mayli 7-kuni ertalab telefon qilsin edi-da, hurmatli himoyachi, mana sudning ajrimiga oson bugun 7-fevral kuni 15:15 da 10 kunlik muddat chiqadi. Iltimos, soat 12 ga qadar yetib keling deb chaqirsin edi. Nega chaqirmadi? Nimaga 8-kuni soat 17:40 da telefon qilib 9-fevralga chaqiradi? Demak, bu qaror chiqarilmagan. 100% aniq javob beraman chiqarib. Qolgan himoyachi, bundan tashqari boshqa ishtirok etgan himoyachilar ham bu qarorni ko'rib hayron bo'lgan. Bu qaror bizga o'sha qancha ko'rsatilgan yo'q-ku deb. 9-fevral kuni bizlar borganimizda ichki ishlar bo'limiga kirishdan oldin 3 ta himoyachi uchrashgan, men ulardan so'raganman. Sizlarni balkim chaqirgandir desak, yo'q, bizni ham chaqirib, bizni ham kecha telefon qildi. 8-fevral 9 ga chaqirishdi deb ikkalasi ham shunaqa deb aytgan. Ularning ham xabari bo'lmagan bo'lsa, ular ham 7-fevralga chaqirilmagan bo'lsa, qanaqa bu qarorni qonuniy deb topsa bo'ladi? Ushbu qarorning soxta ekanligini men 2026-yil 25-fevral kuni kiritgan shikoyatimda Guliston shahar prokuroriga va Sirdaryo viloyat prokuroriga kiritgan shikoyatlarimni ko'rsatib o'tganman. Qarorni soxta deb topishlarini va qarorni bekor qilishlarini, chunki bu qaror noqonuniy chiqarilganligini ko'rsatib, shikoyatni ko'rsatib o'tganman. Lekin u shikoyatga ham javob bergani yo'q prokuratura tomonidan. Undan tashqari 16-aprel kuni men Sirdaryo viloyat prokuraturasiga borib uchrashganman prokuror o'rinbosari bilan. Ularga aytganman. Menga shu kunga qadar birorta asosiy javob bergani yo'q. Bergan javoblari mana faqat xizmat tekshiruvi o'tkazilyapti, natijasida qo'shimcha ravishda javob beramiz degan. Menga javob bersin, hurmatli zam prokuror. O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining falon moddasiga asosan shikoyatingiz qonuniyatlantiriladi yoki qonuniyatlantirilmaydi deb javob bersin. Nega unaqa javob bermayapti deb so'raganman. Ular ko'rib chiqamiz, o'rganib chiqamiz, natijasida xabar beramiz degan. Undan keyin 10 kunlar ichida Sirdaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Quranbayev tomonidan xat keldi. Xizmat Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, Guliston shahar ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi boshlig'iga tergov jinoyat ishini olib borgan tergovchiga nisbatan hayfsan e'lon qilinganligini, hayfsan e'lon qilingan ko'rsatilgan javob xati keldi xolos. Men u yerda shikoyatda boshqa narsalar so'raganman. 16-aprel kuni bergan shikoyatimda O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunlariga asosan advokat shikoyatiga, so'roviga javob bermaganligi uchun prokuratura xodimini men sudga berishga haqqim yo'q, ma'muriy sudga berishga. U faqat viloyat prokuratura orqali bosh prokurorga berilishi kerak, bosh prokuratura o'z chorasini ko'rish kerak. Amaldagi qonunlarga asosan. Men o'shani so'raganman 16-aprel kuni berganman. Hurmatli prokuror, menga shu kunga qadar javob berilmadi. Shu javob bermagan prokuratura xodimlarini va ichki ishlar xodimlarini o'rnatilgan tartibda ma'muriy javobgarlik tortishni so'rayman deb so'raganman. Asoslantirib javob berish. Bular menga boshqa narsani javob beryapti. Ya'niki siz A harfni so'rasangiz, bular sizlarga B harfni o'rsa javob beryapti. Yoki shikoyatni o'qib chiqib to'liq tanishib, mazmunini tanishishmaydi. Yoki unda bilmadim, yoki ataylab qo'yishadi. Avtomatik kirishimizdan maqsad sud jarayonini ochiqlik, jamoatchilik ishtirokida xolisona har tomon ko'rish uchun endi sudga iltimos kiritamiz. Ommaviy axborot vositalarini ham jalb qilishni, audio video yozuvlardan qo'llanishni iltimos qilamiz. Undan tashqari yuqorida aytganimdek O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 396-moddasiga asosan dastlabki tergov va surishtiruvda Jinoyat protsessual kodeksining talablariga to'g'ri va qonundan rioya qilinmaganligiga, ayblanuvchi, ya'ni sudlanuvchiga nisbatan ehtiyoj chorasi to'g'ri tanlangan yoki tanlanmaganligiga e'tibor berishni qaraymiz. Chunki men hozir aytganimdek, birinchidan sud ajrimida ko'rsatilgan 10 kunlik muddat o'tib ketgan. Hech qonunda hech qachon shu 10 kunlik muddat o'tsa, uni uzaytirish mumkin degan joyi yo'q. Faqat u yerda bitta narsa qonunga asosan tergovchi xatti-harakat qilish kerak edi. Shaxsni ozod qilsin. Ozod qilgan 48 soat ichida ehtiyoj chorasi qiladimi, boshqa narsa qiladimi, ehtiyoj chorasini tanlasin. Ana undan keyin yana qayta qamoqqa olish to'g'risida ehtiyoj chorasi tanlash qonundan to'g'ri, hech istisno qilmaydi. Ana shunday qilganda qonundan to'g'ri bo'ladi. O'tgan sana bilan chiqarib qo'yish, qaror chiqarib qo'yib, shu o'tgan sana bilan soxtalashgan qaror asosida gumon qilinuvchini ushlab turish bu juda qo'pol qonun buzuvchilik bo'ladi.
Bu hech qaysi bir qonunga to'g'ri kelmaydi. Chunki qonunda o'tgan sana bilan chiqarilgan qaror istisnoli tariqasida qabul qilinadi degan joyi yo'q. Ras shunday ekan, nega o'tgan sana bilan qaror chiqaradi? 9-sana bilan qaror chiqarsin edi, shaxsni ozod qilsin edi. Bunday suddan nima kutib qoladi? Xuddan xolislikni, odillikni, har tomonlama ko'rishini va albatta qonunga asosan himoya muzofasi shaxsga nisbatan ehtiyot chorasini o'zgartirishni kutib qolamiz.